Bolalar Tesla'ni avtosalondamiz Xitoyda, mana qaranglar. Mana. Yangi Tesla modeli, mana yangi chiqqan. Har xil ranglari bor, mana. Bu qizili, to'g'rimi? Mana bu ranglar, mana bunaqa tursa. To'g'ri. Qizili, mana bu rangli. Maurigan, Maur. Bu stalni mana qarang, dahshatligini qaranglar. Bu Model Y yangi chiqqani 25-yilda 25-10-oyda, oktyabrda chiqqan. Bu 6 tali. Mana qaranglar. 6 ta signal. Ichkarida bor. Kapitanskilari bor. И mana atamanka o'rnatilib, keyin perforирование qilingan boshqacha. Anosi kilometraji qancha dedingiz? 750 mi? 750. 750 kilometr yuradi. 4 ta motorlisi, oddiysi standarti 550 yuradi, 570 yuradi. Mana ranglari. Ko'ki, bunisi qorasi. Qaysi chiroyli endi bu? Qaysi chiroyli? Ha, qaysi bir chiroyli? Mushu bilan Maur qor. Qora bilan mana bu chiroyli. Mana shu lekin yoqdi. Dahshat yoqdi lekin shu rang bor-ku. Gap yo'q lekin. Buni sakasi almashmaydi, shu. Xuddi shunday bo'ladi. Bu almashmaydimi? Yo'q, almashmaydi. Almashmaydi. O'zi mana podiomi balandroq qilingani uchun 255 ga 45 va 19. Lekin buni 19, 20, 21 qilsa bo'ladi. Bo'lmaydi, 19 da chiqadi. Bo'ldi, faqat shu chiqadi. Faqat buni almashtirib bo'lmaydi. 19 da o'zida chiqadi. Continental endi xolisinglar Michelin qo'ysa bo'ladimi? Michelin Maniki o'zi chiqqani shu Maporniki chiqadi. o'zida chiqadi buni. O'zida chiqadigan i mana 255 ga 45 R19. Qayniki cho'ng chiqadi. Lekin gap yo'q, ha. A bu 275 mi? Bu kattaroqmi? O'xshamaydi. Ha, bu orqa balon balandroq bo'ladigan, o'xshamaydi. Mana qaranglar. 275 ga 45 19. Bunisi 255. O'sha Mercedes BMW'lar qiladigan taktikani qo'llabdi, qoyil lekin orqasini mana 275 ga 255. Orqa tomonini ko'rib qo'yinglar. Mana Model Y yangilangan versiyasi 6 kishilik sidinali, 6 sidinali. Kattaroq, bahaybatroq qilibdi-da, buni qaranglar. Mana. Gap yo'q lekin mana. Hammamizga nasib qilsin. Orqalari ham perforирование qilingan, ya'ni sovutadi bo'bdi bor deganda, mana orqasi. Bemalol odam sig'adi, mana bemalol. Mana juda ham bahaybatini chiqardi. Model X'ni to'xtatibdi-da bular. Shuning uchun bular Model Y'ni продажasi oshib ketgani uchun kengaytiribdi-da bular. Mana. Gap yo'q. Mana kelini biroq yotqizatdim oldi. Bu Tesla'ni umrbodda moyin almashtirmaydi. Tesla'ni umrbod moyin almashtirmaydi. Tesla moyin almashtirmaydi, umrbod. Mana orqa tomoni mana yotadi. Xolasanglar bemalol poxodga chiqib yotsa ham bo'ladi, dam olib. Mana. Keyin ko'taradigan funksiyalarni ham qilgan. Bemalol ko'tarsa ham bo'ladi. Ikkinchisini ham ko'tarsa bo'ladi. Ha, birdaniga hammasini ham ko'tarsa bo'ladi ekan. Gap endi Tesla normalniy qilibdi bor. Hamma o'sha kamchiliklarni to'g'rilabdi-da. Orqalarida o'tiradigan paststakanliklari ham bor ekan. Men konsener beradiganlargacha qo'ygan ekan bu. Bo'ldi, mana shu O'zbekistonda endi mana shu Model Y'ni hamma oladi. Javob, jiqqa javob, chunki o'sha kamchiliklarni hammasini to'g'rilabdi. Orqa balon 275 tali, oldi 255 tali. Bu nima deydi? Og'ir yukni ham olib ketaveradi-da, o'ligini tortadi. Bo'ldi, gap yo'q. Orqani dizaynini yorib qo'yibdi, lekin gap yo'q. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilinglar, pastda raqamlar bor, olib kelib beramiz o'zimiz. Xohlagan rangidan buyurtma bilan olib kelib beramiz. Mana xohlagan rangidan, xohlagan rasvetkasida. Mana bu salon ranglari mana. Bu rasvetkalari. Xolasanglar Model Y'ni oddiysi, xolasanglar Model 3 ni xohlagan versiyasidan kichkinasi oldi ham o'zgargan mana.